Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan birgalikda men Mustafa MC kanali. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Minecraft'dagi Tricol Challenge ikkinchi qismidan o'tamiz. Qani bo'lmasa, let's go akalar. Qani boshladik akalar. Bizda mana narsalar bor. Ya'ni bittagina narsa. Bu safar faqat suvda qilamiz, faqat suvda. Chunki o'tgan videoni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ya'ni o'tgan videoda mana bunaqa bo'ldi. Qani ko'raylikchi. Sakradi. Men videoda tushdim hozir. Menga suvga qo'yib tushdim hozir. Xuddi shunaqa vaziyat bo'ludi akalar. Birinchi qismda bo'ldi. Qani endi bular juda ham uzun akalar. Ikkinchi qismdagilar juda qiyin. Nimamiz ketdi? Birinchi minora. Shuning uchun ham faqat suvdan qildim. Akalar, sizlarga bitta yangiligim bor. 2026-yil ham yaqinlashib kelyapti va men yangi yilda shaxsan kanalimdagi birinchi streamimni qilmoqchiman, ya'ni jonli efir. 45 blok, Oy, mana narsalar bor, shamol. Men suvda tushaman lekin. Qani akalar, menga omad tilaylar. 5 ketinglar, 5. 45 blok uzoqlikdan suvga qo'yib tushdim. Mashatga. Kulib ko'p akalar, ko'rdinglarmi? Mana water droplar ustozi narvon qo'yishimiz ham chiqibdi-yu bularda. Hozir akalar, narvon qo'yib olay. Bo'ldi akalar, narvon qo'yildi. Endi chiqdik. Birinchi urinib 45 ta bo'ldi. Ko'rdinglar akalar. Xo'sh. Chiqdik. Men kreativda ekanman-ku. Hozir akalar tepaga chiqib bo'lganimizdan keyin survival rejimiga o'taman. Hozir tepaga chiqib olaylik. Akalar, iltimos mana shu videoda hech bo'lmasa 10 ta like qilinglar. Xatyapti. Bo'ldi akalar. Survivalga o'tdim. 55 blok ekan. Akalar 5 ketinglar, 5. Birinchisida qilgandik. Men water drop o'tkazman akalar. Men Dream'ni ustoziman akalar. Dafabes bilan Dream'ni o'rgatganman men. 2 yoshimdan boshlab o'rgatganman ularga. Dafabes bilan Dream'ga. Akalar, aytgancha, agarda mana shu videoda 10 ta like yig'ilsa, hech bo'lmaganda 10 ta like yig'ilsa, tez orada o'lim o'yinlari videosi ham chiqadi. Ya'ni bizlar Minecraftda o'lim o'yinlarini o'ynaymiz. O'lim shartlarini bajaramiz. Minecraftda o'yin uchinchisi 60 blok ekan akalar. Naq 60. 60 blok naq. Blok ya'ni. Men bitdan nima qilish kerak? Mayli, hech qilsa yo'q. Uchinchisidan ham o'tdim akalar. Ko'rdinglarmi? Shaxsan o'rtasiga tushdim yoki mabitga tushdim. Mashitga tushdim yoki. Yomon bo'ldi lekin. Akalar, yomon bo'ldi. Akalar, videomiz shu bilan tamom bo'lmaydi. Men sizlarga hali bir narsani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni sizlarga nimani ko'rsatmoqchiman? Hozir ko'rasizlar. Mana hozir ko'rasizlar. Akalar, biz 30 ta obunachiga yaqin qoldik. Shuning uchun iltimos, obuna bo'linglar. Atiga 4 tonagina gangsterning yordamiga yetishmayapti. Aynan 30 ta obunachi bo'lishim uchun. Iltimos, hozirroq obuna bo'linglar. Va shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi akalar. Ya'ni o'z nihoyasiga yetadi. Like bosib kanalga obuna bo'linglar, lekin men shu zahoti xayrlashmayman. Sizlarga 10 blok uzoqlikdan water drop qilib ketaman. Qani ketdi. Qani bo'lmasa water dropni boshlaymiz. Bo'ldi akalar. Bu videodagi oxirgi water drop. Mana shu oxirgi water dropim edi.
iltimos like bosib kanalga obuna bo'lish ishlardan chiqmasin bolalar. Like bosib kanalga obuna bo'lish juda ham muhim. Chunki men yangi yil kelguncha 50 ta obunachi yig'ishim kerak. Iltimos shu videoda meni qo'llab-quvvatlab 10 ta like yig'ib qo'yinglar iltimos. Sizlardan bittagina iltimosim shu. Like bosib kanalga obuna bo'linglar va bizning Mustafa MC oilamizni ham 50 ta obunachiga ko'taringlar. Bo'lmasam hammaga xayr. Obuna bo'l! Nega? Rostdan ham obuna bo'linglar bolalar.